Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Pokiston Hindiston bilan urushga tayyorligini e'lon qildi. Medvedev: dunyo 3-jahon urushi yoqasida turibdi. Yangi takliflar hozir Trampning stolida. Zelenskiy: G'arb Afg'oniston o'yiniga qaytishga urinmoqda. Lavrov: Ukraina AQSh yordamining to'xtatilishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Niderlandiya qiroli mamlakatni tish tirnog'igacha qurollanishga chaqirdi. Vladimir To'xta: Tramp Putindan urushni tugatishni so'radi. Pokiston Hindiston bilan urushga tayyorligini e'lon qildi. Pokiston Mudofaa vazirligi Hindiston bilan urushga tayyorligini e'lon qildi. Vazirlik tegishli e'lonni o'zining X ijtimoiy tarmog'iga joyladi. Pokiston o'z murojaatida Hindiston hududlaridan birini tor-mor qilish bilan tahdid qilgan. Mudofaa vazirligi raketa uchirilgani aks etgan videoni sahifasiga joylagan. Rahmat Modi, sen millatimizni birlashtirding. Urushni xohlaysanmi? Pokiston tayyor, deyiladi rasmiy murojaatda. O'z navbatida Pokiston bosh vaziri mazkur vaziyat xavotir uyg'otish kerakligini qayd etdi. Dunyo ikki yadroviy davlat, Hindiston va Pokiston o'rtasidagi qarama-qarshilik kuchayib borayotganidan xavotirga tushishi kerak, dedi mudofaa vaziri Xavaja Asif. Uning fikricha, bu mojaro keng ko'lamli urushga aylanib ketishi mumkin. Shu bilan birga, Asif nizoni muzokaralar yo'li bilan hal qilish mumkinligiga umid bildirdi. Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar 22-aprel kuni bir guruh terrorchilar bahsli Jammu va Kashmir hududida tinch aholi va sayyohlarga hujum qilganidan keyin keskinlashdi. Terakt oqibatida 27 kishi halok bo'lgan. Hujum uchun javobgarlikni Kashmir Resistance guruhi o'z zimmasiga olgan. Shundan so'ng Hindiston tashqi ishlar vazirligi Pokiston fuqarolaridan mamlakatni tark etishni talab qildi. Hindiston Pokistonni terrorchilarni qo'llab-quvvatlashda ayblab, keskin choralar ko'rdi. Jumladan, Attari nazorat o'tkazish punkti yopildi. 1960-yilgi Hind daryosi suvlaridan foydalanish bo'yicha bitim darhol to'xtatildi. Pokiston fuqarolari uchun vizasiz kirish tartibi bekor qilindi. Ilgari berilgan barcha vizalar nollashtirildi. Pokistonliklarga mamlakatni 48 soat ichida tark etish topshirildi. Bundan tashqari, pokistonlik harbiy maslahatchilar bir hafta ichida Hindistondan chiqib ketishi lozim. Medvedev: dunyo 3-jahon urushi yoqasida turibdi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev dunyo 3-jahon urushi yoqasida turganini aytdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Medvedev xalqaro jinoiy sudning davlat rahbarlarini, jumladan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hibsga olishga bergan orderlar global xavflarning kuchayishiga olib kelayotganini da'vo qildi. Xalqaro hamjamiyat prinsipial belgilarga ko'ra bo'lingan va aslida sayyoramiz 3-jahon urushi yoqasida turgan bir davrda XSJning qarori o'z-o'zidan global xavflarning kuchayishiga olib keldi. Bunday tahdidning kuchayishida insoniyat oldida xalqaro jinoiy sudning ayrim mansabdor shaxslari ham mas'uldir, dedi Medvedev. Uning tegishli fikrlarini Pravedniy jurnalidagi maqolasida keltirdi. Medvedev BRICS doirasida xalqaro jinoiy sudga muqobil xalqaro huquqiy organ yaratishga chaqirdi. Siyosatchining fikricha, bunday organ BRICSga a'zo davlatlarning BMT nizomi tamoyillariga qat'iy rioya qilishga intilayotganini namoyon etardi. Bu tamoyillar suverен davlatlar rahbarlarining xorijiy sud yurisdiksiyasidan daxlsizligi hamda boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplarini o'z ichiga oladi. Medvedev adolatga intilish va dunyoning kuchli shaxslarini jinoyatlari uchun javobgarlikka tortish istagi odamlarni doimo birlashtirgan g'oya bo'lib kelganini aytdi. Ammo bu g'oya har doim ham to'g'ri shaklda namoyon bo'lavermaydi, hatto xalqaro jinoiy sudda ham, deya xulosa qildi u. Yangi takliflar hozir Trampning stolida. Zelenskiy: 23-aprel kuni Buyuk Britaniya poytaxti Londonda Ukraina, Yevropa mamlakatlari va AQSh vakillari o'rtasida urushni tugatishga oid yangi takliflar taqdim etildi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga tayanib RBK Ukraina xabar berdi. Londonda uchrashuv bo'lib o'tdi. U yerda ular taklif qilgan tegishli strategiya mavjud edi. Bizning jamoamiz Yevropa vakillari va AQSh delegatsiyasi konstruktiv ravishda gaplashdi va hujjatda tegishli punktlar paydo bo'ldi, dedi Ukraina rahbari Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Siril Ramaphosa bilan o'tkazgan matbuot anjumanida.
Zelenskiy shuningdek tinchlik bitimida Ukraina konstitutsiyasiga qarshi bo'lgan bandlar bo'lmasligi kerakligini takrorladi. Unga ko'ra takliflar allaqachon AQSh prezidenti Donald Trampga taqdim etilgan. Hozirda bu hujjat Trampning stolida deb hisoblayman, dedi Ukraina prezidenti. RBK Ukraina manbalariga ko'ra bu Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya va Ukraina o'rtasidagi umumiy qarashlarga asoslangan takliflar bo'lib, ular AQShning maxsus vakili Kit Kellogg tomonidan Washingtonga yetkazilishi zarur bo'lgan. G'arb Afg'oniston o'yiniga qaytishga urinmoqda — Lavrov. G'arb davlatlari Tolibon hokimiyatga kelganidan keyin tark etgan Afg'oniston o'yiniga qaytishga harakat qilmoqda. Agar G'arbning mamlakatlari xolis bo'lsa, Rossiya bunga qarshi emas. Bu haqda 23-aprel kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekistonga amalga oshirgan tashrifi yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida so'z ochdi. Biz shuni payqadikki, Tolibon hokimiyatga kelganidan keyin bu mamlakatdan chiqib ketgan G'arb Afg'oniston o'yiniga faol ravishda qaytishga urinmoqda, deydi vazir. Lavrovga ko'ra, G'arb, xususan BMT kotibiyati orqali Dohada yig'ilgandan yangi maslahatlashuv formati Doha formati deb nomlangan tashabbusni ilgari surgan. Uning fikricha maqsad ravshan: G'arb Afg'onistondagi tashqi jarayonlarni asosan mintaqa davlatlari olib borganidan norozi. Ammo agar G'arb davlatlarining bu umumiy sa'y-harakatlardagi ishtiroki xolis bo'lsa va yashirin niyatlar bo'lmasa, biz bunga qarshi emasmiz. Shu sabab biz ham Doha formatida ishtirok etyapmiz, dedi Lavrov. U shuningdek bu jarayon doirasida eksperimental asosda bir qancha ishchi guruhlar, jumladan giyohvand moddalar noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash bo'yicha ishchi guruhlar tashkil etilganiga e'tibor qaratgan. Hozircha BMT vakillari va G'arb davlatlarining bu umumiy sa'y-harakatlarda ishtirok etishidan sezilarli natijalar ko'zga tashlanmayapti. Biroq agar o'zaro maqbul va eng asosiysi Afg'oniston rahbariyati uchun maqbul loyihalar bo'lsa, biz bunga qarshi emasmiz. Eng muhimi bu yerda yana ikkiyuzlamachilik va yashirin kun tartibi ilgari surilishiga yo'l qo'ymaslik, dedi vazir. Lavrov Afg'oniston hukumatini tan olish va u bilan ishlash muhimligini ta'kidlab, bu borada ham fikr bildirgan. Qobuldagi hukumat bu reallik. Agar ideologiyaga asoslanib emas, balki pragmatik siyosat olib borilsa, u bilan hisoblashish kerak, dedi u. Lavrov Rossiyaning Afg'oniston yo'nalishidagi faolligini davom ettirishini ham urg'ulagan. Ayniqsa Tolibonni terroristlar ro'yxatidan chiqarish borasidagi qarorni alohida yodga olgan. Afg'onistonda Tolibon hokimiyatga kelgach, biz yangilangan hukumat bilan ishlashni davom ettirdik, deya Rossiya tashqi ishlar vaziri. U Rossiya elchixonasining doimiy ravishda Qobulda faoliyat olib borishini va Afg'onistondagi yangi hukumat bilan o'zaro aloqalarni davom ettirganini qayd etgan. Bizning elchixonamiz hech qachon yopilmadi. Aksincha, har kuni yangi Afg'oniston rahbariyati bilan barcha darajada samarali aloqada bo'lganmiz, deya ta'kidladi Lavrov. Vazir shuningdek, Afg'onistonda ko'p tomonlama formatlarning ishlashini qo'llab-quvvatlab, Moskva formati kabi tashabbuslarni ta'kidlagan. Afg'onistonga qo'shni davlatlar guruhi va Shanxay hamkorlik tashkilotida faol ishtirok juda foydali, deydi vazir. Ukraina AQSh yordamining to'xtatilishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Kiyev Qo'shma Shtatlari bilan muzokaralarda eng yomon ssenariyga tayyorlanmoqda. Washington tomonidan qo'llab-quvvatlanishning tugashiga, deb yozdi Bild Ukraina hukumatdagi manbaga tanib. Ta'kidlanishicha, Ukraina rasmiylari Trampning tinchlik takliflaridan hafsalasi pir bo'lgan va shartlarni qabul qilib bo'lmas deb hisoblamoqda. Muzokaralarda qog'ozga yozilgan va bizga ishora qilinayotgan takliflarni qabul qilib bo'lmaydi. Biz shunchaki osonlikcha taslim bo'lmaymiz. Hukumat buni xohlasa va xohlamasa ham xalq bunga qarshi bo'lardi, dedi Bild manbasi. Nashrning yozishicha, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 26-aprel kuni bo'lib o'tadigan Rim papasi Fransisk bilan vidolashuv marosimida Donald Tramp bilan uchrashishi mumkin. Ukrainalik diplomat so'zlariga ko'ra, Kiyev Trampning takliflarini muzokaralar taktikasi deb hisoblaydi, biroq Oq uy rahbari Rossiya prezidenti Vladimir Putinga hech qanday bosim o'tkazmayapti. AQSh Moskva va Kiyev o'rtasidagi kelishuv doirasida Rossiyadan Ukrainaning o'z armiyasi va mudofaa sanoatiga bo'lgan huquqini tan olishni talab qilgan. Bu masalalar AQSh prezidenti elchisi Steve Uitkovning Vladimir Putin bilan navbatdagi uchrashuvda muhokama qilinadigan mavzu bo'ladi, deb qo'shimcha qildi agentlikning anonim manbalari. Bu shartga rozi bo'lish Putinning harbiy maqsadlaridan biri bo'lgan Ukrainani demilitarizatsiya qilish masalasida raqibga yon berishini anglatadi. AQSh urushni to'xtatish maqsadida Kremlning ham Ukrainaning ham yon berishini xohlamoqda. Niderlandiya qiroli mamlakatni tish tirnog'igacha qurollanishga chaqirdi. Niderlandiya tinch va xavfsiz hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun tish tirnog'igacha qurollanishi kerak. Bu haqda mamlakat qiroli William Alexander xabar berdi. Qirol tegishli bayonotni Limburgdagi harbiy bazadagi chiqishida aytdi va urushga tayyorgarlik ko'rishga chaqirdi. Bizda har doim erkinlik va tinchlik bo'ladi deb o'ylagandirmiz. Afsuski, Ukraina va boshqa mojarolar bunday emasligini isbotlamoqda. Biz haqiqatan ham tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, dedi William Alexander. U mamlakat armiyasini qayta qurollantirish uchun mudofaa sanoatini ham qayta qurish kerakligini
qayd etdi. Biz ishlab chiqarishni tiklash imkoniyatiga ega bo'lishimiz kerak, dedi Niderlandiya qiroli. Mamlakat mudofaa va xavfsizlikka 1.1 milliard yevrodan ortiq sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. 2024-yil noyabr oyida Niderlandiya mudofaa vaziri Ruben Brekelmans hokimiyatda tahdidlar kuchayib borayotgani sababli mudofaaga qo'shimcha 710 million yevro ajratishni aytgan. Vladimir To'xta Tramp Putindan urushni tugatishni so'radi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Rossiya yetakchisi Vladimir Putindan zudlik bilan urushni to'xtatishni so'radi. Bu haqda Oq uy rahbari o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. Trampning so'zlariga ko'ra, u urush ovozidan mamnun emas. Men Rossiyaning Kiyevga qilgan zarbalaridan mamnun emasman. Bu kerak emas edi va juda noto'g'ri vaqt tanlangan. Vladimir To'xta kel tinchlik shartnomasini tuzaylik deya yozgan AQSh rahbari. Shuningdek, u har hafta jangovar harakatlar davomida 5000 ga yaqin askar halok bo'layotganini ta'kidlagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.